Əfəsklərə yazılğan xət. 1-ci bab. Xudoning irodasi bilan Ayşo Məsihning elçi bo'lishga tanlangan men ki Pavlusdan Xudoning Əfəs şəhərki müqəddəs xalqi Ayşo Məsihning sodiq əgəşçilariga salam. Xudo otimiz va Rabbimiz Ayşo Məsih sizlarga mehr shafqat va omonlik ata qilg'ay. Xudoga, ya'ni Rabbimiz Ayşo Məsihning otisiga madhiyalar o'qilg'ay. Biz Ayşo Məsihga mansub bo'lganligimiz uchun Xudo bizga arshdagi barliq ruhiy baxtni ata qildi. Xudo o'zining oldida bizning pok va ayibsiz bo'lishimiz uchun dunyoni yaratishdan burunla bizni Ayşo Məsihga bog'lanishimiz orqali tanladi. Xudo bizni suygashga, bizning Ayşo Məsih orqali o'ziga farzand bo'lishimizni o'z xushroyi bo'yicha oldin ola belgiladi. Bu uning irodasidir. Shunga uning cho'nqur mehr shafqatiga madhiyalar o'qiymiz. Biz Xudoning sevimlik o'g'liga mansub bo'lganligimiz uchun Xudo bunda g'oyat zo'r mehr shafqatni bizga shartsiz ato qildi. Ayşo Məsihning qurbonlik qini gunohlarimiz badliga to'kilgachga biz gunohning qullig'idan erkin bo'ldik. Gunohlarimiz kechirim qilindi. Bu Xudoning bizga ko'rsatgan cho'nqur mehr shafqati orqali bo'ldi. Xudo bizga bu mehr shafqatni cheksiz aql idrok bilan yog'dirib, burun oshkorlanmagan planini bizga oshkorladi. Xudo xushroyi bilan bu planning Ayşo Məsih orqali amalga oshirilishini oldin bekitdi. Xudo buni o'zi belgilagan vaqti yetib kelganda ishga oshirib, bu dunyo va u dunyodagi butkul mavjudotni birlikda Ayşo Məsihning boshqarishiga qo'ydi. Hamma ish Xudoning irodasi bo'yicha o'rnashtirilgan bo'lib, biz e'tiqodchilar Xudoning oldin belgilagan plani bo'yicha Ayşo Məsih orqali Xudoga ta'alluq bo'lishga tanlandik. Buningdan maqsad umidimizni Ayşo Məsihga eng avval bog'ilgan bizlar orqali shonu shafqatli Xudoga madhiyalar ilib kelishdir. Sizlar Yahudi emaslarmi? Haqiqatni, ya'ni o'zinglarning qutqizishinglar to'g'risidagi xushxabarni anglab, Ayşo Məsihga ishondinglar ham va'da qilingan muqaddas ruh bilan muhrlandinglar. Bu Xudoga mansub bo'lganliginglarning belgisidir. Xudoga ta'alluq bo'lgan biz hammamiz toki uzul kesil qutqizilguncha qalbimizdagi muqaddas ruh Xudo bizga va'da qilgan mirosga erishishimizga kapolatlik qiladi. Buningdan maqsad shonu shavkatli Xudoga madhiyalar elib kelishdir. Rabbimiz Ayşoga bo'lgan e'tiqodinglarni va Xudoning barliq muqaddas xalqiga bo'lgan mehr muhabbatinglarni anglag'inimdan buyon men duolarimda davomli sizlar uchun Xudoga shukr aytib, sizlarni hamisha eslamoqdaman. Men shundoq duo qilamanki, Rabbimiz Ayşo Məsihning Xudo otisi, ya'ni shonu shavqatli Xudo otimiz muqaddas ruh orqali sizlarga donolik va cho'nqur tushuncha ato qilib, o'zini texmu tonutqay. Qalbinglar ro'shan bo'lib, Xudoning bizni qanday umidga chaqirganligini va o'zining muqaddas xalqiga va'da qilgan mirosining qanchalik mo'l va shonliq ekanligini tushungaysizlar. Shundaqla Ayşo Məsihga e'tiqod qiluvchi bizlar uchun Xudoning kuch qudratining naqadar qudratliligini tushungaysizlar. Bu dal
Xudo Eyso Masihni o'limdan tirildirib, arishda o'zining o'ng tarafiga o'tirg'izganda namoyon qilgan buyuk kuch qudratdir. Xudo Eyso Masihni faqat bu dunyodala emas, balki u dunyodimi barliq hukmronlar, huquqdorlar, razil kuchlar, mansabdorlar va tilga olg'ili bo'ldiganligi amallarning ustiga chiqadi. Xudo koinotdagi barliq mavjudotni Eyso Masihning oyog'i ostida tiz buktirib, e'tiqodchilar jamoatchiligi uchun uni barliq mavjudotga bosh qilib berdi. E'tiqodchilar jamoatchiligi Eyso Masihning teni bo'lib, bu tan u tarafidan to'lqinlanib turdi. Eyso Masihning o'zi butkul koinotning har jihatdan to'lqinlovchisidir.